Fazilat tərbiyəsi ata-anadan başlandı namlı kitabның davamı huzuringlarda. Mikrofon oldida Alinur Abdusaydar. Təbiətə yaqinlashish. Dadam kündəlik xatirəsiga shundaq yozgan ekan. Təbiət balalarning eng yaxshi o'qituvchisi. Buningga cheksiz bilim va xo'shallik yoshiringan. Balalar təbiət qo'ynida boshqacha xo'shallik cho'midi. Bilim elish arzusimi alohida kuchaydi. Bala mushundaq muhitda tarbiyalansa, shubhisizki bala tarbiyasida oz kuch bilan ko'p unum hosil qilg'ili bo'ladi. Dadamning tarbiyasida va o'zimning bala tarbiyasi amaliyatim jarayonida tabiatning bala tarbiyasidagi g'oyat zo'r rolini cho'nqur his qilib yetdim. Ammo tekshirish jarayonidagi bayqishim meni to'limi afsuslantirdi. Ko'p qism ota-onalar tabiatdan iborat bu o'qituvchidan yaxshi foydalanishni bilmaydi. Balani hamisha uy ichida boqadi. Ularga 4 tomning ichida mazasiz bilimlarni o'rgatishidi. Tabiat dunyosida haddi hisobsiz o'rganish xom materiallari to'lib yetibdi. Tabiat dunyosidagi har bir giyoh mening Williamni tarbiyalashimdagi eng jonliq o'qitish quroli. Biz bolalarimizga tabiat to'g'risida hisobsiz tatli hikoyalarni aytib berishimiz mumkin. Kichik vaqtimda dadam kunda degidek men dalaga elib chiqib sayli qildiratdi. U menga sayli jarayonida so'zlab bergan hayvonlar va o'simliklarga oid qiziqarli ishlar mening bilim doiramni bakmi kengaytgan edi. Men Williamni dadam men tarbiyalagan usulda tarbiyaladim. Biz hozir garchi shaharda tursaqmi, biroq men fursat bo'lsa uni shahar sirtiga elib chiqib sayli qildirman. Tabiat dunyosidagi jonliq darslikdan foydalanib, uningga xilma-xil qiziqarli bilimlarni so'zlab beraman. Bu hikoyalar botanika, zoologiya, ximiya, fizika, geologiya, havo rayi qatorliq bilim sohalariga yetildi. Dalada biz hamisha yovgullardan huzurlanamiz. Yoki bo'lmasa, biror hasharotni tutib olib, uni bir hazo tadqiq qilamiz. Ba'zida bo'lsa uprab ketgan biror dal tosh yoki qushlarning yang solgan uvularimi bizning uzoqqacha mulohaza qiladigan obyektimiz bo'lib qoladi. William 4 yoshga kirganda men uning bir dona lob aynak sovg'a qildim. Shuning bilan bu Williamning tabiatni tushunishidagi doimli quroliga aylandi. Har navbat shahar sirtiga chiqqanimizda William uni elib oladi. William bo'libmi lob aynak bilan hasharotlarni kuzatishni yaxshi ko'radi. Uning xon qizni tunji qatim lob aynak bilan kuzatgan chog'dagi xo'shal holati ta hozirgacha ko'z oldimdan ketmaydi. Bir qatim William qarg'ayning shexini shundoq tortishiga bir kepina qurti uning qo'lini tishlab oldi. Uning qo'li shu hamon ishib chiqdi. Shuningdan keyin William kepina qurtini ko'rsa qo'rqadigan bo'lib qoldi. Shuning bilan men uningga kepina qurtiga doir bilimlarni so'zlab berdim. U aşı tüklük qurutning chiroyli kepinak aylanadiganligini bilganda qiziqishi qo'rqinchini besib tushdi. U bir tal kepinak qurtini tepib kelib, bir hazo zansilib ko'stib chiqdi. Nurg'un balalar buzg'unchilik amroq. Ular tamlarga qalayimxon xat yozadi. Rasm sizdi. Gullikdagi o'simliklarni dassab chaylaydi. Uydagi kuchukni urib qo'g'laydi. Balalarning bunday qiliqlarini ota-onalar tan jazosi beribmi o'zgartishga amalsiz qoladi. Amaliyotda bu xil buzg'unchilik harakatlari balalarning urg'ib turgan hayotiy kuchini qayerga ishlatishni bilolmaganligidan kelib chiqqan. Agar ota-onalar balalarni sirtqa ko'proq elib chiqib o'ynasa, balalar tabiat dunyosidagi tugamaydigan o'yin bilan bo'lib, hargizmi buzg'unchilik qilish orzusida bo'lmaydi. Tabiat dunyosida balalarning teni sog'lomlashib qolmay, go'zal tabiiy manzarlar balalarning hissiyotini tavlab, qalbini turaqlashtiradi. Balalar shavqin suranga to'lgan shahar muhitida uzoq tursa, ularning mijozi jimg'ur, oson chechildigan bo'lib qoldi-da, buzg'unchilik qilishga boshlaydi. Har yili yozda mening dam olishim bor. Men xizmat oraliqlarida Williamni elib dalaga chiqib, lager qurib turamiz. Buning bilan uning tabiatga yaqinlashish fursati ko'paydi. Bizning lagerimiz ba'zida o'rmonlikqa yaqin joyda, ba'zida bo'lsa ko'l bo'yida bo'ladi. Margaret ikkimiz Williamni elib o'rmonlikqa kirib, u yaxshi ko'radigan hasharot avrishkilarini yig'imiz. Yana uningga har xil daraxtlar va qushlarga oid bilimlarni so'zlab beramiz. Ba'zida William rasm taxtasini olib, go'zal manzarlarni chizib oladi. Biz shaharda yashag'ashqa, dadam ayni vaqtda man qilgandagidek Williamni har kun dalaga olib chiqib sayr qilish imkoniyatim yo'q. Shunga uyning kayniga bir gullik yasab, har xil o'simliklarni o'stirdim. William bu gullikka bak amroq bo'ldi. U gullikni o'z qo'li bilan 10 necha xil gul teridi. U har kuni gullarga suv quydi. Yav otlarni yuladi. Ularning o'sib yetilish ahvolini ko'ngil qo'yib kuzatdi.
u buningdan cheksiz xushallik his qildi. Gullar bilan hapilishish odamning ruhini tinchlikqa erishtiradiganligini bayqadim. Har qatim Williamning kayfiyati yaxshi bo'lmagan chaqlarda uni gullik chiqib o'simliklarning to'pisini bo'shatishga yoki u o'zi o'stirgan atirgulning echilgan echilmaganligiga qarab beqishga buyurdim. William gullikdan qaytib kirganda ko'ngilsizlikni butunlay unutib ketadi. William 4 yoshga kirganda xizmatdishim professor Hoyes uningga bir kichik sovg'a qildi. William bak xo'shal bo'lib ketdi. Küçükке Beyta deb ism qo'ydi. Uning holidan xabar olib, uning bilan birga o'ynadi. Uşaq hayvonlarni beqish masalasida mening ko'z qarashim dadamniki o'xshashmaydi. Margaret Williamga homildor bo'lganda, dadam menga xat yozib, uyda uşaq hayvon boqmaslik, bo'libmi uyda homildor ayol bor chog'da texmi shunday qilish kerak, bo'lmasa tug'ilish oldidagi bolaga ziyonliq bo'ladi deb maslahat bergan edi. Ayni chog'da Margaret ikkimiz bolaning salomatligini ko'zda tutib, dadamning nasihatini anglagan edik. Meningcha, bu vaqtlarni kichik hayvonlar bilan uchrashtirish ancha muvofiq emas. Biroq bolalar buning sirtida. Chunki hayvonlarmi tabiat dunyosining bir qismi. Bo'libmi kichik bolalar xushallik ato qilib qolmay, yana ularning qobiliyatini chiniqtirib, bolalarda mehribonlik, kuyimchanlik ruhini yetildirdi. Dadamning kichik hayvonlarni beqishga qo'shilmasligi ularning yuqumli kasal tarqatishidan qo'rqqanligidandir. Bu xil andishning albatta ma'lum asosi bor. Men foyda ziyonni dangsab ko'rgandan keyin William kichikni yaxshi ko'rgan ekan, uning bu arzusini qandiray deb o'yladim. Tozaliqqa diqqat qilinsa, ziyonni zo'r darajada azaytqili bo'ladiganligiga ishonaman.